Qachon tug'arkanman, tug'rug'im oson o'tsin, bolam sog'lom tug'ilsin degan fikrlar homiladorlarni oxirgi haftalarda juda ham o'ylantiradi. Lekin ko'pchilik homiladorlarimiz bitta muhim narsani unutib qo'yishadi. Tug'ruq va oxirgi haftalar uchun eng katta tayyorgarlik bu aslida to'g'ri ovqatlanishdir. Quyida aynan sizlar uchun 3 ta ajoyib, sog'lom va juda zarur bo'lgan mahsulotlarni tanlab oldik. Har biri oson tug'ruq, mustahkam immunitet va sog'lom chaqaloq uchun xizmat qiladi. Birinchisi xurmo, tabiiy energiya va tug'ruqni yengillashtiruvchi super quvvat. Shunchaki shirin meva emas, u bachadon mushaklarini yumshatadi, tug'ruq vaqtini qisqartiradi va temir, magniy hamda folat bilan tanani to'yintiradi. Ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, tug'ruqdan oldin xurmo iste'mol qilgan ayollar kamroq stimulyatsiyaga muhtoj bo'ladilar. Ikkinchisi yong'oq va bodom. Chaqaloqning asab tizimi uchun juda muhim. Oxirgi haftalarda chaqaloqning miyasi, ko'rish tizimi va asab tolalarini faol rivojlanishi uchun aktiv ishtirok etadi. Uchinchi mahsulotimiz qora shokolad. Ko'ngilni ko'taradi, qon aylanishini yaxshilaydi, tug'ruqqa ruhiy tayyorlaydi. 70% dan ortiq kakao tarkibidagi qora shokolad serotonin va endorfin ishlab chiqarishni rag'batlantiradi. Tug'ruqda kislorod yetkazishi yaxshilanadi. Ushbu mahsulotlarni siz va homilangizga foyda keltirishini xohlasangiz, albatta me'yorida iste'mol qiling.